Tuning box, tuning box, tuning box Assalomu alaykum, hammaga xayrli kun, boshlagan kuningiz xayrli, barokatli bo'lsin. Bugun ishxonamizda Chevrolet Equinox'ni mamnun modelidan, mana farasiga qarab biladi ko'pchilik. Bu o'sha oxirgi chiqishidan oldingi modeli. Xullas, mashinani biza nimada qo'yamiz? Bu mashinani 4 eshigi to'liq premium shum izolyatsiya bor, yaxshi materialdan. Birinchi sloyga mana vibroizolyatsiyani mana bunaqasidan yopishtirganmiz. 2 mm'lik yaxshi lavalikda bosilingan, ustiga kley surib turib, ikkinchi sloyga 4 mm'lik suv shimmaydigan termoizolyatsiya yopishtirganmiz. Vibra tununkani taqir-tuqurni olsa, termoizolyatsiya suv sovug'ini ushlab beradi. Yozgi kunida mashina pechka bo'lib qizigandan keyin metall issig'i salonga kirmasligi uchun o'sha termoizolyatsiya kerak bo'ladi. 4 mm'lik material, orqasida o'zini kleysi bor, mana bu yerda kuzov yotibdi. Qanaqaligini ko'rishingiz mumkin. Mana bunaqa material suv shimmaydigan, ustida mana bunaqa plonkasi bor. Ichidagi material ham shu suv shimmaydigan materialdan qilingan. Orqasida mana bunaqa bitumi bor, saqich. Shu saqich yopishadi yaxshi bo'lib kuzovga. Bu yaxshi yopishiga qaramay, yana ham yaxshi bo'lsin deb kley ham suramiz. Shu narsani har safar tushuntiraman. Chunki oldin kleysiz qilgan paytlarimizda bu suvda tashlab yuborgan holatlari bo'lgan, ko'chib ketgan. Shuning uchun hozir imkon qadar ko'chmaydigan variantini qilamiz. 3-sloyga sal boshqacha material yopishtiramiz. Bu falgasi qalin, vesi juda ham yengil bo'lgan material. Birinchi sloyga, misol uchun, buni effekti narigi materialdagi bo'lmaydi. Ko'pirtirilgan orqasidagi saqich bo'lganini hisobiga, lekin 3-sloyga juda ham zo'r vesi yengilligini hisobiga, falgasi qalinligini hisobiga. Bu Astro Plus degan Noisoft brendini premium materiallardan. STPda misol uchun Aero bor, xuddi shunga o'xshagan bu Noisoftda Astrosi. Sostav tuzilishi deyarli bir xil bo'lib kelasini. Bu yerda o'zini zavodskoy dinamiklari mana bunaqa dinamiklar turibdi. 6 ga 9 katta aval dinamik turadi. Eshikda bu dinamik midbas sifatida o'ynaydi. Bu yerdan ovoz chiqmaydi. Bu faqat bas beradi, subwooferga o'xshab. Bu yoqda shirokopolosli dinamiklar bo'ladi. O'zida akustikada bunisi qolgan ovozni to'ldirib beradi. Bundan bas chiqadi, bundan o'sha visokiy bilan sredniy ovoz chiqqani uchun shirokopolosli deyiladi. Mana bunaqa 3 dyumli kichkinagina dinamiklar turibdi. Xo'p, biza bu yerda akustika ham qo'yamiz. 4 ta eshigi dinamik qo'yib turib, shum izolyatsiya qilib turib, undan tashqari ma'mullarni hammasini через protsessor подключение qilamiz. Bizani mashinamizni o'zini zavodskoy magnitofonini upravleniyasi bu yerda bo'lgan bilan miyasi boshqa joyda joylashgan. Xo'p, mana mashina joylashgan, mana mashina miyasi bo'ladi, ovoz chiqarib beradigan zvukovoy protsessor shu yerda joylashgan zavodskoy. Xo'p, bundan biz signalni qabul qilib olib, bu yoqqa olib kelib olamiz. Bizda protsessor yana qo'yilinadi bu yerga. Mana bu yoqda Vanguard brendidan 8 ta kanalli protsessorimiz bor, DSP V3 Pro modeli. Bu yerda 8 ta kanalga ovoz signalini chiqarib beradi. 4 ta kanaldan kirish signali bor. Shu 8 ta kanalli 1-2-3-4 kanaliga chiqish signali uslinli bo'lib chiqadigan imkoniyati ham bor. Qanaqadir holatlarda uslitel qo'ymasdan o'zini usliteldan foydalansak bo'ladi. 4 ta kanalga 60 nominaldan 4 ohmga D klass usliteldan ovoz chiqarib beradi. Endi biza qo'yayotgan dinamiklarimiz yana ham kuchliroq, yana ham yaxshiroq bo'lsin degan maqsadda qo'shimcha uslitel ham qo'yamiz. Bu yerda 4 ta kanalli Planet Audio uslitelimiz ham bor bizada. Bu uslitelimizda 4 kanalga, har bir kanalga 4 ohmga 120 nominaldan beradi. Bu ham D klass uslitel, shuning uchun razmeri ixcham. Ko'rasizlar, protsessor ham uslitel ham bitta joyga, kichkina joyga joylashib ketyapti. Mana shu yerda qolib ketadi, ko'rinmaydi ham, siz yanandek turadi. Bu D bo'lganlik hisobiga unaqa o'zidan qattiq suvli chiqarmaydi, qizimaydi. D klass uslitellar shunaqa ishlaydi. Xullas, mana shunaqa qilib mana shu narsalardan foydalandik bu yoqda. Endi undan tashqari hozir dinamiklarni bitta-bitta ko'rsatamiz. Orqasiga bu yerga xuddi shu protsessorimiz modelidan bo'lgan Vanguard dinamiklardan qo'yamiz. Koaksial oldiga ozgina boshqacha aval kolonkalarni qo'yamiz. Ularni endi ko'rsatamiz. Undan tashqari hozir bu yoqqa visokiy ham qo'yishimiz mumkin hali. Visokiyni qo'shimcha bu yerga qo'ymasak, shirokopolosligimizdan chiqib o'tgan visokiy bizga yetmasligi mumkin. Shuni ham hozir o'ylab turibmiz, nimadir qilishni. Bu yerda sentral dinamik ham yo'q ekan. Aynan bu modelda, keyingi chiqqan Equinox'larda sentralniy dinamik bor. Bu yerda yo'q. Shuning uchun iloji boricha hozir nimadir qilishimiz kerak yoki o'zini bir narsa qilishimiz kerak buni yaxshiroq qilib, yoki bu yoqqa visokachastotnik qo'shimcha qo'yishimiz kerak. Bu yoqqa qo'ysak, mana bu yerda ozgina pastdan chiqayotgan
basimizni to'ldirib beruvchi videoki bo'lib turadi bu yoqda sheraka balosini qo'shsa, shunda hammasini через protsessor настройка qilsa yaxshi ovoz bo'ladimi deb o'ylayapman hozircha. Endi buni sekin ko'ramiz hozir jarayonda. Simlarni ulab, hammasini tayyorlaymiz, kanallarning ulanishlarini to'g'irlab, joyida keyin keltirib ketamiz yo'q. Undan tashqari mashinaga hozir subwoofer ham qo'yamiz. Biz ishlatayotgan kabellarimiz mana bunaqa aynan pitaniya uchun uz kabelli simlardan ishlatamiz. Mana 6 mm ligini ishlatyapmiz. Biz qo'yayotgan apparatura uchun juda ham keragidan ortiq darajada bo'ladi bu qalinligi. Toza mis sim yaxshi. Chunki D klass usitchilar ko'p tok yemaydi. Bu yoqda kelgan simlarimiz dinamiklik uchun o'tadigan simlar hammasi uz kabelligidan bo'lyapti ham. Ularni ham shu ichini ajratib olib, bir-biriga o'rab, o'sha qonun qoidasi bilan hammasini qilamiz. Kelgan yumshoq yoqimli bas bo'lish uchun bizda 8 vatli Edifer'ni aktiv subwoofer ham qo'yilyapti. Aktiv deyilishiga sabab o'zida usitchil bo'ladi, mono D klass usitchil bo'ladi. Bu yerda ham mana shunaqa yashigini o'ziga o'rnatilgan usitchil o'zi uchun ishlaydi. Xullas, bu yoqqa mana signallarni ulab tayyorlab qo'yganmiz. Bu signal ham bizning protsessorimizning 7-8 kanaldan keladi. Bu yerda mana plus, rem out control, minus hammasi chiroyli qilib ulab qo'yilgan. Mana hammasini tartib bilan orqaga olib ketilgan oldi tarafga. Hop, bu yoqda yashigimizdan bir yoqda fazometrning teshigi bor. Bas ob'yomni chiroyli chiqarib beradigan, yashig o'zi ham juda ham ixcham qilingan. Orqaga taqab qo'yadigan bo'lsak, mana hech qancha joy egallamaydi, lekin ob'yomni yoqimli, zo'r basni yetkazib beradi. Biz yig'ayotgan akustikamizga yetarli darajada bo'ladi, xudo xolasa. Kuchli bas emas, toza yoqimli bas qoladiganlar uchun juda ham zo'r, lekin o'ziga yarasha kuchli ham chiqaradi qanaqadir darajada baland qilsa. Hop, endi bunga qo'yilayotgan dinamiklar hozir naryoqda turibdi, bitta ko'rib chiqamiz. Oldiga qo'yayotgan dinamikimizda bizda 16 emas, 6 ga 9 model bo'lyapti. Hop, naryoqdagi stolga olib borib olamiz. Qaranglar. Mana shu o'zi ochamiz, qaranglar. Recoil brendidan mana shu dinamik qo'yamiz. Buni oldin ham bir qo'yganmiz, qaysidir mashinaga, shunga o'xshaganini old eshigiga qo'yuvdik. Equinox'midi bu ham yoki Taho'midi hozir eslolmayapman. Lekin shunga o'xshagan dinamik, shunga o'xshagan ishi bo'ladi. YouTube kanalimizni kuzatadigan bo'lsanglar agar videolar orasida ko'rgan bo'lishingiz mumkin. Xuddi shu dinamikdan bunga ham qo'yamiz. Recoil unchalik qimmat bo'lmagan, lekin yomon emas, chiqarish yaxshi dinamiklar, shurublari bor komplektida. Dinamikimizning xarakteriga keladi. Hop, xarakteristikasiga keladigan bo'lsak, hop, qayerda yozilgan ekan? Bitta boshqa narsa yozilgan, mana bu ekan. O'zini srazi korobkasiga yozib ketyapti hozirgi brendlar. Hop, bu yerda razmerlarimiz bor, mana 60 nominal ekan. Nominalni yozgan, faqat qolgan narsasi yozilmagan. Hozir qog'ozini ochib ko'ramiz. Mana bu yerda kitob bor ekan. Kitobida balki ko'rsatilgandir. Mana kitobida bor ekan. Agar qiziq bo'lsa, bitta pauza qilib ko'rib olsanglar ham bo'ladi. Xullas, 60 nominal 4 ohmli obmotka ekan bizda. Hop, kelgan 87 desibel ovoz berar ekan. Ovoz balandligi 48 Hz dan 20 kHz gacha o'ynayapti bizda. Xullas, mana shu описание. Bu yerda dinamikimizning o'zini ham ko'ramiz. Tuzilishini bu yerda qizil rangli dizayn berishgan. Bu aynan modeliga seriya deydimi, model deydimi, xullas recoilda ham juda ham ko'p narsalar chiqib ketdi. Oldin bir paytda bir nechta narsasi bor edi, hozir mana hamma narsasini olib kelib sotishyapti. Yaxshi chiqdi brend, yaxshi tarqaldi, bozori yaxshi egalladi, xudo xolasa. Mana shu 6 ga 9 lik dinamikka oldi eshigiga qo'yamiz. Hop, buni orasida ramkasi mana shunaqa chiqargan o'zi, mana o'tgan gal ham chiqib ketdi. Qip-qizil mana bunaqa rang bergan. Endi bizga rangi muhim emas, bizga beradigan natijasi yaxshi bo'lsa bo'ldi, xudo xolasa. Mana orqa tarafda ham yozilgan xarakteristikalari, shtampovniy korzina, xullas budjetligina, dinamik, lekin basni yaxshi beradi o'ziga yarasha. Bizning eshigimizdagi litrajga to'g'ri keladi. Qaysidir holatlarda bu dinamik bas bermasligi mumkin. Mashinani bagajga qo'yganda yoki qaysidir joylarda boshqacha o'ynashi mumkin, lekin aynan Equinox eshigini ob'yomiga to'g'ri keladi, xudo xolasa. Dinamikimizni mana ramkasi olinar ekan. O'tgan gal ham chiqdi shunisi. Mana shu ko'rinishda. Chiroyli, yaxshi, sifatli ishlangan, asosiy sifatli, budjeti juda qimmat bo'lmagan dinamik. Mana bu koaksial dinamikni ko'rasizlar, mana bu qizil bilan qora simi bor. Bu o'sha oldida turgan visokachastotnikka simi bo'ladi, mana bu peshalkasini simi. Biz o'sha simni uzib qo'yamiz, o'chirib qo'yamiz. Mana bu narsa bizga kerak emas. Buni yo'qib qo'yamizda, mana buni o'zidan foydalanamiz. Bizga asosiy o'sha o'ziga kerakli bo'lgan midda yetkazib bersa bo'ldi. Mana buni ulaydigan bo'lsak, biz bunga baribir mana buni toza ovozini beramiz. Bu ishlamaydi baribir.
qanaqadir pomey qilib berish mumkin bo'ladi. Shuning uchun biz faqat midni ishlash uchun mana bu simini sekin uzib qo'yamiz. Обесточит qilib. Setkalari bor buni komplektda ham bunaqa chiroyli bo'lib turadigan. Faqat biz setkalarni foydalanmaymiz, qo'ymaymiz. Ichida qolib ketadigan narsa. Orqasiga chiroyli qilib ramka qo'yamiz, joyiga qotiramiz. Oldiga qo'yayotgan dinamikimiz ko'rdi, orqaga qo'yayotgan dinamikimizni Vanguard degan brendga. Mana buni ham juda ham ko'p qo'yganmiz. Agar kanalimizga podpiska qilgan bo'lsangiz, ko'rgan bo'lishingiz kerak. Ko'p mashinaga qo'yamiz. Mana shu brendda aynan orqa eshikda turadigan dinamikini qo'yamiz. Koaksial bo'ladi bu mana. Bu shtamponli korzinali 60 nominal 4 ohm. Mana xarakteristikasi 90 desibelli dinamik, 50 Hz dan 21 kHz gacha o'ynaydi. Visokiylari o'zida, difuzorimiz karbonoviy difuzor, o'sha stiklotikandan qilingan jostki difuzor, juda ham yaxshi jaranglab chiqaradi. Sifatli ishlangan, asosiysi chetida rezinalari yumshoq, shtamponli korzina, magnitimiz ferit. Buni komponentisi ham bor, komponentisi ham xuddi shunaqa bo'ladi, faqat visokisi alohida bo'ladi. Biz hozir mana shundan foydalanamiz, orqa eshigiga qo'yamiz. Kuzatib turasizlar, endi hozir apparaturlarni bitta ulaymiz, orqa eshik dinamiklarni, old eshik dinamiklarni qotirib turib, bitta ko'rib chiqamiz. Keyin visokini ham qanaqasini qo'yishni bitta tanlab olamizda, tepaga ham qo'yilayotgan visokini ko'rsatib o'tamiz. Dinamiklarimizni qotirib bo'ldik. Hozir shumizolyatsiyani obshivkada ham qanaqa qilinganini bitta ko'rsataman. Hop, qaranglar mana. Obshivkani уже yopmoqchimiz. Mana shu darajada bo'ldi. Buni tagida vibrizolyatsiya bor, o'tida betida. O'sha plastik vibratsiyasini olish uchun keyin polniy zvuk izolyatsiya mana shunaqa material yopishtirilgan. Bitta butun ko'ryapsizlar, chiqadi ulanmagan, kesilmagan, kerakli joylarini ochib chiqqanmiz. Chetida mana bunaqa lav qismi bo'lgani uchun bu obshivkada kuzovga taqalib turadigan joyi bu. Kuzovga tegish, qaysidir joylari tegadi kuzovga, mana bu joylari. Shu joylari teganda, ishqalanganda ovoz chiqarmasligi uchun mana bunaqa spetsialniy chetlariga materialni yopishtirib oldik, graylantirib lavaga. O'zi mana zvuk izolyatsiya bo'ldi. Mana buni yopgandan keyin umuman tashqaridan shovqin, ortiqcha narsa kirmaydi ichkariga. Ichkaridan tashqariga chiqmaydi, xuddi shunga o'xshab. Bu yoqda mana 3 ta sloy materialimiz bo'ldi. Chetlariga falgani ham cho'tki qilib yopishtirib oldik. Mana zo'r holatda bo'ldi. Alohida visokachastotnik qo'yib, buni simini ham eshikning ichidan o'tkazib oldik. Alohida protsessordan nastroyka qilamiz. Buni ham visokini ham yaxshisidan qo'ydik. Hi-Fi degan brendga IP tolasidan qilingan cheti alyuminiy korpus. Buni mana yaltiroq ko'rinishi salonning ichida mana joyiga juda ham mos bo'lar ekan. Mana bu nikkel detallar bor, shunaqa. Xuddi shu mana masha nikkeliga o'xshagan takoy. Slishkim yaltiroq emas, sal xromroq ko'rinishda alyuminiy. Mana buni ham ko'rinishi xuddi shunga juda ham mos bo'ldi. Bundoq eshikni yopganimizda ham qanaqadir chiroyli ko'rinyapti, mana yoqimli, bachkanali yo'q. Xudo xolasa mana shunaqa ko'rinishda bo'ladigan bo'ldi. Shirokopolosligimizni o'zini qoldiramiz. Buni protsessor yordamida alohida ovozini o'ziga kerakligini chiroyli qilib nastroyka yetkazib beramiz. Shuni hisobiga buni ham o'ynashi yana ham yoqimli bo'ladi. Undan tashqari visokimiz alohida nastroyka, midbasimiz ham alohida nastroyka bo'ladi. Midbas aytganimizda visokilarni ustiga mana kichkina dinamiklarni uzib qo'ydik. Faqat shu kerakli katta qismi o'ynab beradi bizga. Buni ham kuzovga zo'r qilib qotirib oldik. Xudo xolasa, podiumlarni ham chiroyli qilib qo'yib oldik. Plotniy bo'lib qotdi mana, zo'r bo'lib. Bu salonning ichkarisiga kiribroq turadi eshikda, shuning uchun orqa tarafdan suv tegish anaqasi kam bo'ldi. Foizi boshqa mashinalarga nisbatan. Shuning uchun mana mash ko'rinishda chiroyli bo'lib qotdi. Ikkita qo'yishimizga sabab, agar ichkariroq kirib qolsa, oyna tegmaydi baribir, lekin obshivkaga uzoqroq bo'lib qoladi-da, ovoz eshikning orasiga kirib ketishi mumkin. Shuning uchun obshivkaga imkon qadar yaqin bo'lsa, ovoz ortiqchasi eshikning ichida yurmasin degan maqsadda bu yoqqa olib chiqdik. Undan ham o'zi eshikning ichi zvuk izolyatsiya bo'lgan, zvuk izolyatsiyani hisobiga o'zi shundoq ham zo'r bo'ladi. Yana ham yaxshi bo'lsin degan maqsadda buni bitta emas, 2 qavat qildik, bu yoqqa olib chiqdik. Shu zavodskiy standartiga to'g'ri kelsin deb. Orqamizdagi dinamikimizni mana o'zini dinamikini podiumiga qotdi. Mana shu ko'rinishda zavod bo'lib tushdi, ko'ryapsizlar. Tepaga o'zini tushirib qotgan, orasidagi germetizatsiyasi zo'r, plotniy bo'lib turibdi. Dinamikimiz og'ir bir magnetik katta dinamik emas, mana shu podium bemalol qotirib ushlab beryapti. Keyin o'zini ham mana chiroyli qilib 4 ta shuruk bilan qotirilgan, plotniy bo'ldi. Chiqatida zazorlari yo'q, havo o'tadigan joyi yo'q. Shtekirlari ham zavodskiy joyiga ulandi. Xo'p, endi subwooferimizga podключенияsiga keladigan bo'lsak, bu yoqda subwooferimizning massasi mana mamutdan ulangan.
Mana shu yerda kuzovni shikast yetmay qotirishga imkoniyat bo'lgan mana shunaqa tunuka qismi bor. Parokka klipsiz tushadigan mana shunaqa alohida svarka bo'lgan metal bor. Juda qattiq metal, kichkina bo'lishiga qaramay, mana shuni teshib, mana shuni tozalab, tok o'tadigan qilib, keyin spesialniy podmassalarni qo'yib, mana shu yerdan massani qotirganmiz boltka bilan. Bu bizning subwooferimizning massasi. Oldiga qarab qolgan simlarimiz ketyapti. Hop, pitaniyamiz qayerdan olingan fazda? Hop, bu yerda ishimiz deyarli tayyor. Mana shtekirlarimiz hammasi ulandi. Mana bu ikkita kanalimizdan hozir 7-8 dan subwooferga olganmiz signal. Hozir bu yerda 1, 2 yoki 3, 4 xullas qolgan yana signal olib, usitliga yetkazib berishimiz kerak bo'lgan kanallar bor. Ularni ham hozir sekin joyiga olib kelamiz. Simlarimizning hammasi akkuratni mana kerakli joylardan tortildi. Ortiqcha bardak yo'q, mana shu yerda o'zida bitgan hamma narsa. И plus pitanamiz mana bu yerdan ketyapti. Usitliga qotgan har bitta simimizni tagiga fusani siqib, fusani ichidan mana plus minusni protsessor uchun olganmiz, mana plus minusdan baqotidan massamiz bu yoqda mana. Mana bu yoqdagi spesialniy mana o'zi zapas gaykalari bor. Shunaqa mashinalar mana bu zavodskoy massa bo'lsa, mana bu yoq tarafdan biz massa oldik, tagiga podmassa qilib, hammasi qonun qoidasi bilan chiroyli bo'ldi mana. Yaxshilab ulangan. Bu yerda mana qolgan simlarimiz ham hammasi fus orqali bo'lgan, ko'rasizlar, mana shunaqa ko'rinishda hammasini chiroyli qilib qotirib chiqqanmiz. Dinamiklarni. Hozir oldiga chiqib ketgan simni ham bitta ko'ramiz. Hop, bu yoqda bizani komanda ishlayapti. Har bitta bolamizani, har bitta ustamizani o'zini vazifasi bor. O'zini vazifasini qoyillatib qiladi. O'sha qilgan ishiga javob beradi bolalar. Shuning uchun har doim ishimizni tekshiriladi. Sifati, xudo xolasa, yuqori darajada ko'z tegmasin. Hop, buni hozir ochib ko'ramiz bitta. Men hali o'zim ko'rganim yo'q. Mana ko'ramiz qanaqa qo'yilganini bitta ko'rasizlar. Mana bu yoqda ko'rasizlar, mana bu yerda bir nechta предохранитель bor. 100 amper, mana 100 amper, 40 amper, 100 amper. 100 amperlik zapas точка bor bu yerda, ko'rasizlar. Shu точкаga ulangan. Bu yerda alohida предохранитель qo'yilmagan. Mana plyusimiz qaranglar, mana bu yerda moshniy bo'lib kelyapti plyus. Plyus kelgandan keyin mana plyonkaga ulanyapti lentaga. Bu lentviy pitaniya o'tadigan kontaktimizdan mana bu yoqqa ajralib ketyapti. Bular xullas har xil narsalarga har biriga предохранитель qo'yilgan. Qaranglar, mana даже 250 amperlik qalin simga o'tayotgan plyusga bor. Bu yoqda 500 amperlik undan ham qaliniga даже предохранитель qo'yilgan. Bu mashinaning xavfsizligi uchun qilingan. Bizaniki mana shunda 100 amperlik предохранителimiz zapas bu yerda bo'sh turgan liniyasi bor, точкасы. Shu точкаga ulab yordik. Mana shu предохранитель ishlayapti hozir. Alohida qo'yib предохранитель bir narsalar qilib o'tirganimiz yo'q. Misol uchun o'zida bor narsami, imkoniyati bormi, foydalandik. Mana hammasi qonun qoidasi bilan bo'ldi. O'zi bu uncha-munchaga kuyadigan, o'zidan o'zi kuyadigan narsa emas. Bu yerda sistema to'g'ri tizim yig'ilsa, har doim bu hech qachon kuymay chiroyli ishlab beradi. Bu qachon kuyishi mumkin? Mana xuddi zavodskoyda ham kuyishi mumkin bo'lgan joylari bor. Qanaqadir holatlarda, xudo asrasin, DTP bo'lsa, qayerdadir sim siqilib qolsa, shunga o'xshagan nimadirlar bo'lganda, o'sha sim yonib ketmasdan mana shu narsa tars etib uzib, himoya qilib qo'yadi. Shuning uchun предохранитель oldindan himoyalovchi sug'urta deyiladi o'zbekchasiga. Mana shunaqa narsa. Ular mana hammasi qonun qoidasi bilan bo'ldi. Simimiz ham ichkariga chiroyli bo'lib o'zini yo'l bilan kirib ketgan joyida ham salon bilan kapot qismidagi germetizatsiya buzilmagan, hammasi zavodskoy standartlariga javob beradigan darajada qilingan, xudo xolasa. Mana bu yoqda ulanishlarini ko'rdik. Endi hozir buni qiladigan ishimiz bitta shu oldi orqa signallarni hammasini ulab turib, protsessorimizni alohida kompyuter yordamida настройка qilib turib, har bir dinamikka, har bir eshikdagi dinamik, visokiy, seredinka, shirokopolosniy subwoofer hammasiga alohida o'ziga kerakli bo'lgan signalni yetkazib berib, o'sha signalni ekvalizor yordamida o'zini chiroyli o'ynaydigan darajasiga olib chiqib, настройка qilamiz. Keyin sahna effektini oxirida sidenalar qo'yib olgandan keyin o'rtaga ovoz olib kelish effektini ham qilamiz, xudo xolasa. Kuzatib turasizlar, hozir mana podключение qilib olamiz. Bitta настройка qilamiz. Настройка bo'lgandan keyingi holatini ham bitta ko'rsataman. Настройка qanaqa qilinganini taxminan tushuntirib beraman. Kimdirlarga qiziq bo'lishi mumkin. Keyin o'sha tayyor holatini ham bitta ko'ramiz. Bitta layklardan mazza qilib tomosha qilinglar. Настройкаlarimiz chiqdi, xudo xolasa. Mana usitimiz bu yerda joylashdi. Mana bu oyoqning patrubkalari ham joyiga qo'yildi. Buni tagida mana sizlar uchun ochib ko'rsataman. Mana protsessorimiz turibdi. Hammasi chiroyli qonun qoidasi bilan bo'ldi. Xavfsizliklarga e'tibor berdik. Mana havo chiqishlari ham hammasi qonun qoidasi bilan bo'laveradi. Mana bu yerdan chiqadi oyog'iga. Mana
hech narsani uzmadik, hech narsa yo'qotilmadi. Mana mashina tagida turadi, qizimaydi, atrofida joyi ham bor havo aylanishiga. Xullas, mana mana shu ko'rinishda bo'ldi. Endi bitta baland qilib eshitib turadigan joyi qoldi, xudo xolisa. Hozir boshqa ashula tanlaymiz. Tuning box, some beautiful bass from far The city hears our sound from far away. Hop, We don't do cheap, only qaranglar mana bittalab o'chiramiz hammasini. Remember this mark on the door, the sun reads. Tuning. Mana Visokini o'zi aytibdi, ko'rasizlar? Mana shuni o'zi har bitta komponent alohida bo'ladi deb o'tdi. Hozir torpedkadagi sredinkani qo'shaman, qaranglar, buni ovozi qanaqa. Shirokay polosli bo'lgani uchun ovozni ko'rasizlar. O'rta ovoz shu chiqadi. Endi Visokini qo'shaman, qaranglar bunga hozir. Think that's not Sochli bo'ldi, ko'rasizlar? Endi bu eshikdagi midbaslarimiz ham mamutda mana. late night drive. Eshikdagi dinamiklarimiz ham uje. Chrome and beats. Ko'rasizlar, asosiy basni mana shu beryapti. Subwooferdan keyingisi. Orqada buferimiz ham bor. Buni o'chirib agar bufer yoqsa, mana buferdan toza o'zini bas chiqyapti mana. Hammasini qo'shganimizda umumiy shu yoqimli akustika bor. Kalonkani xodini bitta ko'ramiz, shu bilan sekin apshitkalar yig'sak bo'ladi. Subwooferimiz ham ovozi. Bunga hozir mana bunaqa shtekar ham qo'yib beramiz, keyinchalik yechib qo'yib yurishim kerak bo'ladi deganlar uchun. Hozir uni tez bo'lib chiroyli qilib beramiz. Город шумит, но нас слышно сквозь все. Наш стиль узнает, где бы ни шел. Мы не просто сервис, это бренд и настрой. Tuning box, всегда с тобой. Довожу брейс, tuning box, он бьет бас, чтобы дать контроль. Zo'r beryapti bassi. Shunga ham yaxshi bo'lganiga. Chrome and beats, perfect to fit. Bu yoqda polning ovoz ochiq turibdi. 70 dan tepasini o'ynayapti. No fake moves, no lazy fix. Only passion, that's our mix. Every sound, every spark, every Juda zo'r chiqaryapti mana dinamik ham gap bo'lishi bilan. tuning box. Довожу брейс, tuning box, он бьет бас, чтобы дать контроль. Topurlaring. Отражение в стекле. Каждый проект как мечта во сне. Клиент доволен, улыбка success. Все по уму, без лишних слов, без стресс. Мы строим стиль. Xudo xolasa mashinamiz ham tayyor. Egalari ham eshitib ko'rdilar, zo'r bo'ldi. Keyinchalik bitta protsessorga yana upravlение ekranini qo'yib, uni o'zidan eshitadigan bo'lsalar yana ham yaxshi bo'ladi. Bu protsessorda shunaqa imkoniyati bor. Mikrofondan uzilgan holda o'zini ekrani yordamida yana ham yaxshiroq sifatli ovozda eshitsa bo'ladi. Xullas, mashinamiz tayyor. Hozir sirenani qo'yib bitta sahnani effektini to'g'irlab beraman. Endi u narsani baribir sizlarga eshitib bera olmayman. U nima qilinadi? Mana bu har bitta dinamikka santimetrni to'g'irlab kirgizib chiqilinadi. Har bitta dinamik xati turgani, o'shanda ovozi sahna effekti bundoq bo'lib turib, ovoz mamtdan keladi. Misol uchun ma'ruza ko'radigan bo'lsanglar, minbarda turib gapirayotgandagi mashitdan ovoz chiqadi o'rtadan. Shunaqa narsasini ham chiroyli qilib hozir qilib beramiz buni. Endi bu sizlarga baribir kamera orqali yetib bormaydi. Shuning uchun sirenani qo'yib, apshikani yog'ib, egalariga sekin sotib yuboramiz. Sizlardan bitta like, podpiska qilmaganlar podpiska qilib qo'yinglar. Savollar bo'lsa, bemalol telefon qilib murojaat qilaveringlar. 2 minutda hamma savollarga xudo xolasa javob olasizlar. Agar yana shoshmasdan beradigan savolinglar bo'lsa, kommentariyaga yozaverasizlar. Fikringlarni kommentariyaga yozinglar. Video qalay chiqdi, qanaqa videolarni ko'paytiraylik. Shunga qarab videolarni ham sekin-sekin olishni boshlaymiz. Sog' bo'linglar, hammalarni Tuning Box salonida kutib qolamiz. Tuning box, tuning box.